Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 16-yil 2026-yil navbatdagi laboga mana chiroyli bo'lgan tunuka o'rab bo'ldik. Laboni egalari Farg'ona viloyati Oltiariq Rishtonda o'rtasida ketdilar. Mana hajbomiz o'zlari. Ichlariga polni shumkalik tunuka o'rab berdik, ko'rishingiz mumkin. Tagiga mana holatdagi rezinka tashlaganmiz. Rezinkaning qalinliklari birlik bo'ladi, ichida iplari bo'ladi, albatta. Bir yoni mana bu holatda silliq bo'ladi. Mana bu joyda kampner pollari bor. Bu narsa qattiq teksa hech qanaqa bukilmaydi, kuzovga zarba o'tkazmaydi. Orqasida ham xuddi shunaqa penoplek shumkalargacha qilingan, yo'llari bukilgan. Taylarigacha qaytgan holatda mana ochganda qo'lni kesmaydi, ilmaydi, shunaqa qulayliklari bor. Hop, bizda yana alohida yoniga akkumulyator qutilari bor, tomiga bagaj, oynasiga reshetka, orqasiga dugalargacha bor. Menga poliga tunuka deydigan akalarga tunukasi ham bor, choksiz variantdagi tunukalar bo'ladi. Rezinka desa rezinka, tunuka desa tunuka. Alohida hamma narsa sotiladi. Tunuka ham, rezinka ham, bagaj hamma narsa sotiladi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana ekrandagi raqamlar ishlaydi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Mana ikkinchi raqamimiz. Ikkalasi ham ishlaydi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i Setofor yaqinida bo'ladi. 1 soat 1,5 soat ichida o'rnatib xotirib beramiz. Kamchilik xatolar bo'lsa albatta kommentariyaga yozinglar. Mana bu nomerni mana tanigan, bilganlar like bosib qo'yasizlar. Do'stlar, yaqinlarga borib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.